Assalomu alaykum hammaga. Qurbon hayitiga qo'chqor so'yaman deb niyat qilib qo'ygan akalar uchun sizlarga zo'r taklif. Tabiiy mana ozuqalar bilan to'yingan, semirgan, damashni boqilgan. Bu yoqqa akamlarni mana uylarida kichik qo'ralari bor edi. Mana katta qilib boqib sotaman deb niyat qilib qo'ygan ekanlar. Mana sizlarga zo'r taklif. Qurbon hayiti yaqinlashyapti, qo'y-qo'zilar narxlari qimmatlashyapti. Arzon payti ulgurib qolinglar. Narxiga keladigan bo'lsa, Jivoy vesini 90 mingdan xohlaganinglarni tanlab olasizlar. Har bittasi kamida 80-90 kilo chiqadi. So'yib go'shtini olganinglarda ham eng kamida 35-40 kilo go'sht olasizlar. Kelib joyida ko'rib, bemalol o'zingizga yoqqanini chirtib tanlab ketaverasizlar. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Semizligini ko'rasizlarmi? Yo'llari olingan, so'yishga tayyor qo'yilgan.